Endilikda dori vositalari elektron retsept asosida tayinlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 570-sonli qarori bilan tibbiyot tashkilotlarida retsept bilan beriladigan dori vositalarini elektron retsept asosida tayinlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, elektron retsept asosida tayinlanadigan dori vositalari O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Tibbiyot xodimlari tomonidan bemor ma'lumotlari tibbiyot tashkilotida joriy qilingan tibbiy axborot tizimiga kiritiladi hamda avtomatik tarzda elektron tibbiy karta moduliga uzatiladi. Bemorga dori vositalari mazkur tibbiy axborot tizimida elektron retsept rasmiylashtirish orqali tayinlanadi. Retsept davolovchi shifokor tomonidan elektron tasdiqlash usullarida tasdiqlanib, QR kod orqali avtomatik tarzda qo'yiladi. Bunda elektron retseptga oid zarur ma'lumotlar avtomatik tarzda elektron retsept moduliga uzatiladi. Zaruratga ko'ra, ya'ni bemorning talabiga ko'ra shifokor rasmiylashtirilgan elektron retseptni bosma qog'ozga chiqarib bemorga taqdim etadi. Elektron retseptga oid barcha ma'lumotlar bemorning elektron tibbiy kartasida avtomatik qayd etib boriladi. Vazirlar Mahkamasining ushbu qarori 2025-yil 12-dekabr kuni kuchga kiradi. Aytish lozimki, Adolat partiyasi tomonidan ilgari surilayotgan elektron retsept tizimiga o'tish avvalo aholi va soha xodimlari uchun ortiqcha ovoragarchiliklarga barham berib, bir qator qulayliklar yaratadi. Qolaversa, bu tibbiyotdagi korrupsion holatlar va yashirin kelishuvlarga chek qo'yish orqali narxlarning sun'iy oshirilishi hamda bozorga sifatsiz mahsulotlar kirib kelishini oldini oluvchi shaffof va samarali tizim bo'lib xizmat qiladi.